bahaybat mashinaning narxini kichkinagina narxga ko'ndirib qo'ydim. Ovchilar bormi oramizda ovchilar? Kakras bir hafta qolibdi ov sezoni boshlanishiga. Dodge Ram 1,5 mingtalik 507 litrli atmosferniy motor. Hazildan tashqari metan qo'ysangiz ham bo'ladi, propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Bemalol kelib tekshirib olavering. Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. 50 ming kilometr yurgan ekan, bor yo'q. 50 ming kilometr yurgan, 2019-yil, hech qanaqa xarajati yo'q. Mana ko'rinishlari bor, ko'rinishlari. Polni supercharger ko'rinishiga olib kelib qo'yishgan. 602 litrli bor, xuddi shunaqa ko'rinishga olib kelib qo'yishgan. Balon diskalari ham yangi bo'lib turgan ekan. Hech qanaqa xarajati yo'q deyaptilar. Kelasiz, ko'rasiz, yoqsa olasiz. Yaxshi narxi bir, yaxshi narx bo'ldi, keyin mabodo barterga ham ko'ndirib qo'ydim. O'zingizda bir sotilib ketadigan mashinalar bo'lsa, barterga ham gaplashib qo'ydim, aka. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Offroadchilar hamma rejimi bor ekan. Blokirovka 4 ta balonni qo'shadigan, 2 ta balonni qo'shib haydab ketadigan, konditsionerlari ham yaxshilab turibdi. 50 ming yurgan mashina-yu, unda xarajati ham ko'p bo'lmaydi. Xullas, narxini nech pul deb o'ylaysiz? Narxini aytishimdan oldin niyat qildim deb yozib qo'yavering. Kamida mana shunaqa bahaybatlaridan haydash nasib qilsin. 69 ming dollar. 2 mana realniy plyus bo'lsa, plyus naqd bo'lsa, primoy egalariga telefon qilib, balkim etbetidan o'tib yorishar. Bosib yorasizmi deyman, katta mashina qidirib yurgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'yinglar.